Chorsudiga xonimcha xolalarning sekreti bo'lgan sos tayyorlashni o'rganamiz. Birinchi bo'lib tovada qizigan yog' ustiga ikkiga bo'lingan pomidorlarimizni solamiz. Ketidan maydaroq to'ralgan piyozlarni ham solib, tovani qopqog'ini 10 daqiqaga yopamiz. 10 daqiqadan keyin ochib, pomidorlarni postini shilib chiqamiz. Post shilingan pomidorlarni ayamasdan ezib, yaxshilab aralashtirib olamiz. Keyin bo'lsa 2 osh qoshiq pomidor tomatidan solib, yana yaxshilab aralashtirib olamiz. Endi bo'lsa sousimizning siri bo'lgan shakarni hamda tabga ko'ra tuzni solib, yaxshilab aralashtirib, ketidan suv solib, bilqillatib qaynatib qo'yamiz. Aytgancha, bu jarayonda sizlar ham shu narsaga tayyor turinglar. Shu desanglar chala-chaqqonligim tutib qo'limga tushgan sochuvda artib ketinman. Baxtimga uyda bavi bor edi. Darrov sochig'imga bir qoshiq solib, ketidan qaynab turgan suvni solib, sochig'imni oppoq qilib yuvib oldim. Doimgidek bavi meni uyaltirmadi. Sochig'imni yuvagunimcha sousim ham qaynab tayyor bo'pti. 1 daqiqada sirli sous retseptini ham o'rganib oldik. Ana endi menga o'xshab bir qo'llaringizni o'ynatib xonim qilib tashlamasangiz bo'lmaydi.